شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugungi darsimiz Sura Baqaraninki 183 oyatga keldik. Alloh subhanahu va taolo bu oyatni mu'minlarga xitob qilish orqali boshladi. Astag'izu billah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Biz ilgirki oyatlarimizda deganimizdek oyat mu'minlarga xitob qilishdan boshlangan bo'lsa, tabiiyki, ya'ni chuqumki bu oyatning oxirida mu'minlarga farz qiladigan ya bir farz ya mu'minlarni cheklaydigan bir cheklama bo'lishi muqarrar. Oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib turib, ilgirki kishilarga farz qilinganidek sizlarga ro'za farz qilindi. Sizlar bu orqali g'azabdan, Allah'ın azabıdan, Allah'ın azabiga eb baradigan ishlardan saqlanishinglar mumkin degan mazmunda bu xil shaklda xitob qildi. Ana bu yerda biz burunqi darslarimizda alohida ta'kidlab o'tgan, bugun yana ta'kidlaymiz. Allohninki bu xil shakldagi taklifatlarni, vazifalarni, buyruqlarni iymon xitobi bilan boshlashi, xuddi bizga qanday tuyg'urdi desanglar, ey menga iymon etganlar, ey meni so'yganlar, men sizlarga ro'zani farz qildim. Bu yerda qanday hukm chiqdi bu yerda? Sen menga ishonding, ishonch qilding, menga iymon etding, men bilan iymon to'xtamni tuzding. Degandan keyin menga ishongan ekansa, mening sana şu an buyurmoqchi bo'lgan bu ishqa ishonsan. Sening cho'qim manfaating asosida qilingan buyruq bu. Degandek bir ma'no berdi bu oyat. Buni biz bir misol olsak, valillahil masalul a'la. Biz balamizga masalan kasal bir balamiz va dori iskizmoqchi bo'lsak, dori achchiq tabiiy. Bala sal uningda bir xil nima bo'ladi endi? Dorini ichkisi kelmaydi. Biz balamizga shu vaqtda qanday shaklda xitob qilamiz? Umaq qo'za masalan, ya umaq balam, ma dorini ish deymiz. Bu yerda biz shunda bir uchur birimizga u balaga, shunda bir hukmni bermoqchiki, dori achchiq. Sen azroq jafo chekishing mumkin, ammo menga ishonki, men sening manfaatingni ko'zlayman. Ya'ni men sana amroq, sen menga amroq, sen degan mening umaq qo'zam degandek bir hukm berdi bu. İnsanlar o'tirisidagi xitobning ifodasi bu. Allah subhanahu va taolo biz bu masalani yaqinlashtirish uchun, oydinlashtirish uchun misol olyapmiz. Tabiiyki Allah subhanahu taolo laysa kamislihi shay, hech kimga o'xshamaydi. Hech shay Allohga o'xshamaydi. Ya ayyuhallazina amanu degini men bilan iymon to'xtamni tuzganlar. Menga iymon etganlar, meni so'yganlar. Ya'ni bizga bir ishonch tuyg'usini beryapti, ishonch uchurini beryapti bu yerda. Ya'ni sen menga ishonsang, mening Robbim ekanligiga ishonsang, ekanligimga, qiyomatdagi hisobni mening oladiganligimga ishonsang, ya'ni yig'ib aytsak, sen meni o'zingning egisi Robbi deb qarasang, sen bu masalaga ishon. Bu masala sening manfaatingga. Bu masalada sening manfaating bor degan bir uchurni bizga qanday qilyapti, beryapti. Ya'ni muhabbat uqumi bu amaliyotda. Asraq bir mashaqqatli va qiyinchiliklar va yigimiz kelganini yemaymiz. Doğandan biz Allah bilan bo'lgan iymon to'xtamiga kirgan ekanmiz.
Allohga iymon etishni o'zimiz ixtiyorligimizdan qabul qilgan ekanmiz. Buningga bu shaklda muomala qilishimiz kerak. Biz necharat tilg'ab o'tdik. Alloh o'zi bilan iymon to'xtami tuzmaganlarga, iymon etmaganlarga hech narsa vazifa bermaydi. Yani bu Allah'ın ularni tashlab etgan amaliyotda. Ularga ishonch qilgan, ularga ko'ngil bo'lmagan amaliyotda. Ularning faqat oxirgi ishonmaganligi jazosi tufaylidan do'zaxga kiradi. Uning hech vazifasi yo'q. Allohdan buyruq topshirolmaydi, nahiy topshirolmaydi mesela ular. Çünkü ularning oqibati do'zax. Endi biz Alloh bilan iymon kelishimni tuzgan insonlar bo'lg'achqa, biz Allohga iymon etish yo'lini tanladik. Allah bizga jannatni va'da qildi. Aşı yo'lda menish uchun qilishga tegishli nurg'un ishlar va ta'limotlar va qilmaslikqa tegishli nurg'un ishlar va cheklamalar va biz bularni ijro qilishimiz kerak. Suyib turib ijro qilishimiz kerak. Endi roza masalasiga kelsak, arabchadagi atalg'usi savm yoki siyam degan so'z bilan ifodalanadi bu roza. Ma'nosida har qanday bir ishdan to'xtash, o'zini yig'ish, yig'ilivelish ma'nosi bor. Masalan, Sura Maryamda 26-oyat Sura Maryamninki fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Allah subhanahu va taala Maryam alayhisolamga xitob qilib, sen bir odamni ko'rsang, men Allah subhanahu va taologa savmni nazar qildim deganda, ya'ni savm degan bir so'z ishlatildi. Bu savm biz hozir tutmoqchi bo'lgan ro'z bilan ayni talaffuz, ayni yoziqdagi o'xshash so'z. Oyatda bunda ro'z ma'nosi desa yo'q. Yerda to'xtab olish, hech kimga gap qilmaslikni nazar qildim-da degan ma'noda. Ya'ni sizlarga texnik aniq tushuntirgan vaqtimizda ro'ziningki asli ma'nosi to'xtab olish degan ma'no. Lug'at ma'nosi. Endi bu yerdagi diniy, shar'iy ma'nosi bizga farz bo'lgan bu ta'limotdagi ma'nosi insonningki atdigan tang etishdan, tang atqandan tortib quyosh patqanga qadar o'zining yemak ichmakidan va havisidan to'xtash degan ma'noda. Ro'zaning amaliyotda prinsipi hech qanday zaman o'zgarib qolmaydi. Ro'za islom dini yangidan paydo qilgan bir narsa emas. Peygamber aleyhisselam kelishdan ilgirki peygamberlarning shariatlarida normal bir ibadet asası şekilde bab olgan ezelden. Ama ma'lum şekil cihatta, mesela vaqt cihatta ve bu cihatta farqlanishi mumkin. Ama prinsip noktasından roza degan hukm Hristiyanlarda ba, mesela Hristiyanların rozası ma'lum şekildeki tamaklardan yig'ilish, Yahudilarda va boshqalarda ba. Demek roza meselesi Adem Aleyhisselam'dan tadıp ta kıyamet gününe kadar insanlarını terbiyeleydiğen, manevi cihet terbiyeleydiğen bir prensip. Gerçi onun da tutulduğun küllerinin salları farklı, şekilleri farklı, yemeydiğen tamaklar ya ki bu şekilde anca bazı usullarda farklı olsun mu? Lakin prensip noktasıdan hemmesi okşaş. Yani ilgili ümmette mi ba, bu ümmette mi çoğu ba. Hem de ayetinin ahırda la'allakum tattaqun degan bir oyat bilan oxirlashdi. Biz bu oyatni buni tarjima qilgan vaqtimizda sizning saqlanishinglar uchun deb tarjima qildik. Biz ilgirki darslarimizda bu taqvolikning ma'nosini so'zlab o'tgan. Taqvolik degan asl lug'at ma'noda saqlanish, zarardan saqlanish, ziyondan saqlanish degan ma'noda. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloninki jalol sifati bilan özümüzün oturda bir qat perde qo'yish, özümüzni Allohning jalol sifatiga yaqinlashtirmaslik. Allohning jalol sifati do'zaxlarni o'z ichiga oladi, azobni o'z ichiga oladi. Allohning qahrini o'z ichiga oladi. Biz bu nuqtalardan saqlanishimiz kerak. Allohning qahriga yaqinlashmaslik kerak. Allohning azobiga yaqinlashmaslik kerak. Allohning do'zaxiga yaqinlashmaslik kerak. Ya'ni bu yerdagi la'allakum tattaqun deganning o'zi sizlar shu roza orqali o'zingizning axloqiy ish faoliyat yurish turishlarini pokizlaysizlar. Jismoniy jihatdagi havasinglarni bossizlar. Shuning bilan gunoh ma'siyatdan yiroqlashsizlar. Alloh subhanahu va taoloninki g'azabiga uchrab qolishdan saqlanisizlar degan ma'noni o'z ichiga oladi. Roza bizni ruhiy jihatdan tarbiyalaydi.
Maddi jihatdan bizni yomonlikqa undaydigan ishimizda bir hissiyot, kuch, quvvat va odamni ittirib turadigan bu kuchlarni pastiltidi. Bu orqali Alloh subhanahu va taoloninki g'azabiga, azobiga, dovziga uchrab ketishdan biz saqlanamiz. Bu ro'zning oxirgi natijasi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mushu ma'noni aks etgan shaklda İmam Buxoriy, Muslim, Nasai, Ibn Majah qatorliq muhaddis ulamolar kitoblarida olgan bir hadis bor. Yoshlarga xitob qilib Rasululloh: "Ya mahshara shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Aranglardan kim oila qurishga, iqtisodiy va boshqa jihatdagi kuchi yetsa, to'y qilsin. Oila qurish, to'y qilish ko'zni saqlaydi va odamning iffatini saqlaydi. Ammo Qudurtonla yetmese, maddi cihetten iqtisadınla bo'lmay qolib qolsa, boshqa sabab bo'lib qolsa, ro'za tutsin. Chunki ro'za uning havasini bosadi. Uni past ko'yga tushirdi degan mazmunda ma hadisda bizga ta'lim. Demak, bu hadisdagi ro'za haqida berilgan bu kichikgina ma'lumot bizga shuni ifodalaydi-ki, ro'za bizni nurg'un ishlardan saqlaydi. Mayli jismoniy bizning qizg'inli bir xil urg'ub turgan ichki hissiyotimiz ne olsun yoki ma'naviy jihatdagi ba'zi bir axloqiy bu jihatdagi masalalarimiz olsun hammani zabt qiladi. Ya'ni turaqlashtiradi, pastko'yga tushiradi, taskin topqizadi. Bu ro'zaning alohidaliklari. Chunki ro'za demak yemek-ichmakdan ma'lum muddat neri turmak demek. Bunun özü insanın bedenindeki ma'lum yıkılgı enerjisini, insanga keterlik kuvvet enerjisini azaltıdı. İnsanı cinayet ötküzüşke iştiradigan bazı güçler qanaqılıdı, azlaydı mesela. İnsan Ramazan'da bir ay ro'za tuttu degenge bir ay düzgün şekilde raus yani bir adam gibi bir ay yaşaydı degenge. Bir ay muşu onda eskişnimi qilmay, eskişnimi oylamay bir ay yaşagan vaqtida insan to'g'ri shakldagi, to'g'ri istilliq, axloqliq, to'g'ri yo'lda mangan odam bo'lishning da huzurini ko'nglida qanaqlida mulohiza qiladi-da. Shuning bilan Ramazondan keyinmi shu shaklda mangishni Alloh xalqan muddatkichilik, ya'ni shu huzur halovatini unutgan muddatkichilik qanaqlida davomlashtirdi. Ana bu yerda bir nokta esimizden çıkıp kalmasın. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan'da bizge ro'zani farz qilish orqali sen bu xil şekilde, to'g'ri bir şekilde yaşashing Ramazandan bo'lsin demakchi emas. Faqat Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan'da biz ömür hayatımızda to'g'ri şekilde yaşashimiz uchun mashq qiladigan bir vaqt sifatida belgiladi. Bir oylik mashq mezgili biz şu mashq chiqib shu vaqtning o'zida qolgan hayotımızda shu bo'yicha yo'l mengishimiz kerak. Allah mesela nurg'un vaqtlarni tanlaydi. Nurg'un o'rinlarni tanlaydi. Nurg'un insonlarni tanlaydi. Bunda qilishning sababi o insonni erkiletib, paravan yaşatqizib, bir xil aki şekilde yani o insan yoki atva inson şekilde muomala qilish yoki o o'rinni atva o'rin qilish yoki u vaqtni atva vaqt qilish uchun qotgan tanlash emas mavjud. Masalan, vaqt desek Ramazonning oylarning ichidan tanladi. Makka, Madina desek makonlarning ichidan bir tanlagan makon. Payg'ambar alayhissalom desa insonlarning ichidan payg'ambar qilishini tanlagan. Qarab baqsaq Rasulullahning hayoti, bu Rasulullahni Alloh subhanahu va taolo bir qandaqdir atvalab bir bay-bay hayot yaşatish uchun, rahat ko'rish uchun emas. Belki Resulullah'ın hayatı da bizge közetken ölgen nemunuz arkalık bütün insanlar onun örnek alsın. Mekke, Medine'ye bağa vakitteki insanlardaki özgürlüğünü his kılımız, o yana mukaddeslikle tüpeyledin. Şu yerdeki özgürlüklerimiz bizden başka rayonlardaki yaşaş uslubumuzga ülgü olsun. Ramazan'daki özgürlükler bizden başka vakitlerdeki yaşaş uslubumuzga ülgü olsun. Üçün tallaydı onu. Çünkü bazı vakitlerin uluq oluşu, bazı makalların uluq oluşu, bazı insanların uluq oluşu o yüzden. Qandaqdır başqa bir maqsad yo'q. Bo'lmasa Rasulullahning hayotiga qarasak, Allah Rasulullahni tanlagan, ammo Rasulullahning hayoti jafo mashaqqat bilan tulaqliq. Yani Rasulullah hayotida rahat ko'rgan inson emas masalan. Demak, Allohningki bir payg'ambar insonni tanlashi, bir makonni tanlashi uni boshqa o'rinlardan qadrli qilib, yo uni atvolab, papilab, yo unda maqsad emas. Balki
şu o'rinning muqaddasligi, şu o'rinninki, şu vaqtninki qimmatligi, şu insonningki alayda izil ishboliti orqali boshqa o'rinlarga, boshqa vaqtga va boshqa insonlarga ulgu ko'rsatish, shu yerga ta'sir ko'rsatish uchun bo'layotgan narsa. Yani ulgu qilish uchun. Vaqtmi shu? Qanaqdir Ramazon oyimi o'xshash Allohning oyi, qolgan 11 oymi Allohning oyi. Makonmi shu? Makka Madinaga o'xshash Alloh boshqa zaminni ulug' qila oladi. Makka Madinani ulug' qildi, demak, zaminning asli bizzat o'zida muqaddasligi yo'q. Alloh ulug' deganlik uchun muqaddas qilganlik uchun muqaddasligi bor. Endi nima uchun uni muqaddas qiladi? Ashada bir xil holatni shakllantirib, insonlar shu yerga tavob qilib borgan, ziyorat qilib borgan vaqtda shu holatdan uchrashib, boshqa yerga tarqalgan vaqtida, yana shu holatni saqlab, o'zining hayotini shu shaklga kelishi uchun tanlangan o'rinlar o aslında. Masalan, biz anglaymiz insonlardan, masalan, haj ketgan, umr ketgan insonlardan Makka Madinaga görüp ajoyib bir xil huzur his qildim, masalan. Ajoyib qalbim nurlanib ketdi. Kallamdan bütün narsa chiqib ketdi. Hamma narsani unutdim. Zot Allohning ibodat qildim. O öz ko'nglida Makkani maqtagandek, Madinani maqtagandek o'ylaydi-yu, ammo shuni unutdi o inson. Şu Makka Madinaning şu huzuri qanday vaqti bo'ladi desa, şu Makka Madinada his qilgan şu hissiyatni boshqa o'rinlarga taqtalaganda, boshqa o'rinlarga borganda şu hissiyatni saqlab qola olganda, undan keyin Makka Madina uningga ta'sir qilgan bo'lganligini unutib qoladi u. Makka ko'rib Baytullahni tavob qilamiz masalan. Madina ko'rib Rasulullohning qabrisini, Rasulullohni ziyorat qilamiz masalan. Ammo bir narsa unutmasligimiz kerakki, Allah her makonda mavjud. Bu yerdagi eng muhim halqaning Allah bizga belgilagan arkanlarni joyida o'z o'rniga ko'tirish, Allohning ta'limotlarini o'z joyida ijro qilishning muhim ekanligini unutmaslik. U Makkaning yoki u Madinaning yoki u Ramazon oyining yoki u bir payg'ambarningki u shaklda o'rtaga qo'yilishi, muqaddaslanishi, ulug'lanishi biz faqat u yerga berib o holatni o'tkazib unda emas. Balki şu yerdagi şu örnekni biz his qilgan şu hissiyatni boshqa yerga taqtish. O bir manba bo'lishi kerak. Allohning maqsadi bu, asli bu ishlarni bunda shakllantirib. Ramazon mu aynı shakldagi bir oy. Uning muqaddasligi bu yusidan. Tabii ki bir nokta Allah'ның Beytullah'ның mesela Allah'ның öyüsünden qaşıtıp ibadet qilgan vaqtda bu yerda bir qattiq bir saplık, bir nazukluk, bir güzel tuygu buludu tabi. Çünkü Allah'ның beytinden qaştık biz, Resulullah'ның huzurudu biz, günah qilishdan haya qilamiz. Allahu Ekber degan nidan anglagan vaqtda darrov namaz o'tiramiz, xushu qilamiz, hech kimga aziyat bermaymiz. Ammo mush ishlarning hammasi boshqa yerda bo'lmoqchi kerak. Chunki aşağıda şu holatning aşı şekilde urullaştırılışı başka yerga taqtish uchun. İnsanlar u yerga o'zini yangilash uchun boradi. İmanini saqlash uchun boradi. Bunu bu şekilde tushunish kerak. Haramga bordi, Madinaga bordi, Ramazon keldi, inson taqvolashib ketgan. Ammo u yerdan shunda kessa, xolos o'tmishdi qoldi deb hamma narsani unutib, yine burun qalat qaytgan. Bu Allah'ның o'rinlarni muqaddas qilib bizni o yerdagi faoliyatlarga o'rinlashtirishidagi maqsadi bu emas. Masalan, hayron qolarlik biz ko'rib turyapmiz, har doim da'vatimiz Ramazon kelib qolsa, masalan, bizning so'zimiz Ramazon haqida ketyapti-ku. Ramazon kelib qolsa, Ramazonni tasbihotlar bilan, Qur'onlar bilan ajoyib qarshi olamiz. O Ramazan'ın gündüzleri siyam, keçisi qiyam qilamiz. Mesela taravihlari bilan keçilerini avat qilamiz. Ramazan tugisa hamma narsa unutib, bütün hayot aslidagi Ramazanni ko'rmagan, Ramazandagi o taat, ibodat, o xushuni ko'rmagan holatga aylanib ketsa, asosiy maqsad adavomgan bo'ladi. Ve so'g'imiz keladi Ramazan o bizning dinimizni saqlash uchun, qo'rish uchun kelgan bir qarovul oymi yani. Oyda bir yilda bir qitim cho'gilab kelib, qandaroq bu inson ya asli Ramazan biz ne? 11 ayda şu keyfiyatlarni yaşatqızish uchun bir oylik tarbiya eyu asli. 11 ayda bizni şu xil keyfiyat, şu xil hissiyat bilan yaşatqızish uchun kelgan, tarbiyalash uchun kelgan bir oylik tarbiya eyu asli. Bu şekilde tushunish kerak.
Ayetni o'ziga qaytaylik qarindoshlar. Ayet yani kutiba alaykum siyam kama kutiba alallazina min qablikum ayetning 5 yildan Allah bir narsani bizga eslatib o'tadi. Sizlarga ro'za farz qilindi deb bo'lib, xuddi sizlardan ilgarigilarga farz qilingandak. Ya'ni bu masala ummatlar tarixidagi yangilik emas bu. Sizlar bizlar ro'za tutdik deb o'ylamanglar. Inson sizlar ilgarigi insonlarmi ro'za tutgan masalan. Garchi tutgan ro'zaning shakli yoki undaq vaqt u bu jihatda nima qilsa-mu farqlansa-mu, tabiiyki ro'za prinsipi azaldan bor. Endi ro'za qandaq bir shakl, yani ro'zaning umumiy shakli, xarakteri, prinsipi desa Allah keyingi oyatlarda buni bizga aytib 184-oyatda. Davatudu ayyamun ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Sanaqliq necha kun. Ameliyatı bütün yıllarının günü mesela 33 gün var Allah. Kim ki kisel yak sefer olup kalsa başka günü tutuşu gerek. Hem de rozuğu kadir bulalaydık Allah'ım. Bunun izahatını sel turup birimize. Rozu tutalaydık Allah'ım o. Mesela rozu tutalaydık Allah. Bir miskinki tamak bunun tölünüge. Bir ötep rozu tutması buludu. Bunun izahatını sel turup birimize hazır asker etip koyayım. Kim ki rozunu aşırıp tutsa, mesela Ramazan'da bir ay tutup boğandığın keyin yana netli şekilde ayda 3 gün yoki haftada 3 gün yoki kun almashtirib degandek netli şekilde tutsa, va hayrullah bu o'z uchun yaxshi. An tasumu hayrul lakum rusullar uchun yaxshi in kuntum ta'lamun. Agar sizlar ishning mohiyatini qanaqa qilsanglar bilsanglar. Uning keyingi oyatini tayliq o'qib biroqlam tushaylik mazmunga. 185 ayette şehru Ramazan allazi unzila fihi'l Kur'an hudan lin-nas ve bayinatin minel huda vel furqan. Femen şehida minkum'uş şehra felyasumhu ve men kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra ve litukmilul iddata ve litukabbirullaha ala ma hadakum ve la'allakum teşkurun. Yani Ramazan ayı, bu Ramazan ayında Kur'an düşürülgen kişilerge hidayet ve hidayetning beyinat sübütüde Furqan'dın, haq bilan batılın oturunu ayırıdığan Furqan'ın beyinat sübütüde Kur'an düşürülgen Ramazan ayı, bu ayı kim hazır olsa, yani muşu ayını sağ salamet, keselemez, seferde emez, yani qadir, ruzdalaydıgan şekilde hazır olsa, muşu ayını ben bolsam, felyasum, bu ayını kesin ruzdusun. Endi kimki kesel yoki safar ustida bo'lib qolsa, bu boshqa kunlar tutsin. Alloh subhanahu va taolo sizlarga qulaylikni xohlaydi, qiyinchilikni xohlamaydi. Va litukmilul iddata bu yerdagi kunlarni to'liqlashinglar kerak, ya'ni kam qolib qolgan yerlarini va litukabbirulloha ala ma hadakum va la'allakum tashkurun. Allohning sizlarga qilgan hidoyatiga qarata Allohga takbir aytib, Allohni buyuklashinglar kerak, shukr aytishinglar kerak. Buning hammasi Allohning bergan ne'matlariga shukr aytishinglar uchun. Endi Ramazanning muddati yuqorida biz o'qib tarjima qilgan oyatlarga asosan Ramazanning muddati Ramazanning oyi, ro'zaning muddati Ramazan bir oy. Alloh subhanahu va taolo bu taklifat, bu vazifaga kelib qoladigan zaruratlarni Alloh bildigan bo'lg'achqa, zaruratga mos shaklda oyatda yo'l qo'ydi buni. İnson bir oy ro'za tutdi. Anda insanda ba'zi og'ir qo'yib qoladi shu bir oy ichida. Ba'zida safar bo'lib qoladi, zarur safarlar uchun. Shu ro'za vazifasining qishida kishi og'rib qolsa, yoki kishi safar bo'lib qolsa, ro'zani qanday qiladininki ahkomlarini tang bayon qilib o'tdi. Ya'ni tang bayon qildi. Allah ro'zaning farzligini bayon qildi bu oyatda. Ve ruhsatni ham bayon qildi. Ruhsatni kechikdimi-da? Ro'za tut dedi, ro'za farz dedi. Keynidillah, kasal bo'lib qolsang, safarda bo'lib qolsang, deb buning ruhsatini tang bayon qilyapti. Bu nima uchun? İnsan Allah farz qilgan taklifat vazifasidan ve ruhsat doirasidan chiqmaslik kerak inson. Ba'zilar o'ziga felsefelerni yo'lga qo'yiblar. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. İnsanning taqat doirasidan sirtishlar Allah taklif qilmaydi. Men o'z tutolmadim.
Yo'q, Alloh da'vatda oyatda. Sening qila oladigan taqat doirang bu. Bu yerda ro'za tutsa. Va taqat yetmaydigan doira bu. Bu yerda ro'za tutmay boshqa kun tutsa. Allah mujni aniq bildirdi oyatda. Buning o'zini nima desa, Alloh bizning taqat doiramizni sizdi va buni belgiladi, taklifatni, vazifani buningga mos shaklda ustimizga ortdi. Ondan keyin yana bizning taqat qilolmaydigan, ba'zi qiynalib qoladigan vaqtlarimizni ham bizga sizdi. Uni belgilab berdi ve bu yerda biriladigan ruxsat doirasini ham belgilab berdiki, ro'za tutmaysa bu yerda, boshqa kun tutsa. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ama herkes bana tepamayla bir yerden kesel deplikinde roza tutuşka kadır bulalaydıgan küçük adetteki kesel olup kalsama bunu bana akıp roza tutmaslıkı ruhsat yok. Çok emin olgan Müslüman doktordan birisi sen roza tutsan ya sen salametlikingiz yallık bu kesilin ya sakaymaydı ya kesilin eğrişip ketidi degen şekilde. Yani münaqşatqa vaqtda bugün zamanımızda kesel sebebinden bir aşk olsa sorsak doktorun raporunu yani doktorununki diagnozunu izleyemiz ya aşı şekilde yani doktor emeli muşunun keseli rast rozsa ya eğrişip gidiyor ya sakaymaydı ya bunun ziyallık degen şekildeki bir ispat bilen insana belgen şunumuz qarab turib andinkin sen to'liq ruxsatga erishsiz bu yerda. Endi oyatda safar bir söz var. Sefer degan so'zning ma'nosi aslida bir narsaning echilishi, oydinlashishi degan ma'noda. Sefer normalda bir o'rindan yangi bir o'ringa yo'tkilish. Aslida turayotgan bir o'rindan yangi bir o'ringa qana qilish, yo'tkilish. Buning o'zi sefer. Masalan, bir yerda muqim turayotsa, yana bir yer, masalan deyli ba'zilar har xil bahona ko'rsatdi safarimda qiyinchilik yo'q andaq mundaq deb. To'g'ri, safarda masalan biz bulapmalaqa yangi bag'a yerda qiyinchilik bo'lgan bilan bir shaharga takror borsak ba'zi qiyinchilik yengilishiydi. O shaharning qurilishlari o'zgarmaydi, yo'llari o'zgarmaydi, ayni shaklda burun bir qitim biluvga lekin insonning sharoiti ba'zi undoq bilan lekin ko'p hollarda mutlaq shaklda hisobda sharoit o'zgaradi. Qurilish yo'l o'zgarmagan bilan sharoit o'zgarib turadigan bo'lg'achqa inson o'ylamagan qiyinchiliklarga, o'ylamagan mushkulotlarga yo'liqadi. Bu yüzden Allah buni asosiy o'rinda tutib turib, safar qildingmi, rusmaysa dedi. Safar qildingmi, rusmaysa. Tabiiyki, safarninki mashaqqati yillar, yashayotgan davrlar, vaqtlar, o'rinlarga qarab turib har xil bo'ladi. Burunqi zamanlarda qilgan safarlar bugungi kunda qilgan safar o'xshamaydi, lekin hammasining ma'lum darajada nimasi bor? Qiyinlik jafosi bor. Hamdalika anglaymiz ba'zi kishilar bugungi zamandagi safar yengilishib ketgan safarning ahvollariga qarab turib, ma ruxsatni amaldan qoldirishmoqchi bo'lgan. Ayaqay nadi javob bugungi kunda Qur'onda aniq bu ruxsat. Alloh bizga ahkamni bayon qilgan vaqtda ruxsatni qishni bayon qildi. Bunu unutib qolmaslik kerak. O ariflarni safar qilsa, yemak-ichmak seyahat tutsa, tushsa, mehmonxona tutsa, masalan, nima jafo hozir? O sabrus bo'laverdi. Deydi, biz deymizki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda hukm bergan vaqtida, uning ruxsatini bilib hukmni tutishmi shar'iy bizning talab va buning ruxsatini tutishmi shar'iy talab. Buni har qanday bir bahona sababi bilan amaldan qoldirishga, ruxsatni amaldan qoldirishga bo'lmaydi hatto. Payg'ambar alayhisalom bir safarda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda kishilarningki bir odamning atrofiga o'lishib, buningga soya tushirib masalan, bu odamni suv to'kib ustiga degandek bir baslayotganligini ko'rgan vaqtda nima ish bu degan vaqtda ro'za degan vaqtda safar ro'za yaxshilik emas dedi Rasululloh. Buning o'zimi Qur'ondagi shu ruxsat ahkomining nimasi ifodasi. Endi mishada bir Abdurninki alohida ko'z qarashidan birisi bor. Endi ulamolar tabiiyki safarda ahvol qarab, safarda ro'za tutish qulay bo'lib qolsa, odatdagi muqim turgan vaqt qolgan vaqt safar ro'zasi bo'ladi. Ammo Abdurnim deydi: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra."
Ayetni tüz tercüme qilgan vaqtimizdami? Qanday odam kasal, safarda bo'lib qolsa, boshqa kunda tutsin deganning o'zini asos qilib turib, safarda kasal ro'za tutib bo'lmaydi degan bir ma'noni oladi. Bo'lmaydi degan ma'noni oladi. Masalan, bunga dalil sifatida Abdurrahimahulloh Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayit kunligida ro'za tutishni cheklagan. Masalan, ro'za hayit kunligida. Chunki bir oylik imtihon sinoqni o'tkazib, mukammal sinoqdan atlab, alhamdulillah Allohning oldidagi bir oylik sinoqdan saq salomat o'tib, bir oylik ibodatni tamomlab, xushal bo'ldim, alhamdulillah deydigan bir xushallik kunida ro'za tutishni cheklaydi Rasululloh. Qurban hayit kunligida ro'za tutishni cheklaydi. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadis, Imom Buxoriy kitobi Savmda olgan hadis, naha an siyam yawmayn. 2 kunlik ro'zani to'sdi. Birisi ro'za hayit kunligidagi, ya'ni birisi Qurban hayit kunligidagi degan mushahidasini akilib turib, mana buning o'zi xuddi oyatdagi kasal bo'lsang, safarda bo'lsang, boshqa kunda ro'za tut degan hukmga o'xshaydi. Bu 2 kunda ro'za tutish qanday xato bo'lgan bo'lsa, bir odam og'rib qilib, safarda bo'lib qolib, kasal deganni bayatni azroq izohlab o'tdik. Kasal qatoga og'ilib bo'ladigan kasal. Ya'ni doktor ro'za tutsa ziyonliq darajada kasal deb baholagan, rasmiy kasal deb baholagan kasal. Safar Rasululloh ko'rsatgan bir muddatlar va fiqh kitoblarida bayon qilinadi. Shu shaklga yetgan safar bo'lib qolsa, ro'za tutib bo'lmaydi degan ko'z qarash, ammo Imom Sha'roviyninki kitobning avtorining mufassirininki asos ko'z qarashi. Tutsimi bo'ladi, kenchisi bo'ladi degan ulamoning ko'z qarashi tabiiy bor, ammo avtor bu yerda kuchaytirib tutsa bo'lmaydi. Kasal oldimi tutmaslik kerak. Chunki oyatda alayhi tilg'ilindi degan shaklda bayon qilyapti. Endi bu yerda yana bir ehtimollik bor. Ba'zida deyishi mumkin. Ramazonda og'rib qolsimi, masalan, sal qiynalsimi, taqat yaslam tutish kerak. Safarda qiynalsimi tutish kerak, chunki Ramazonda bo'ladigan amal bilan boshqa vaqt tutgan qilgan amalning farqi bor. Sen ro'zani Ramazonda tutding, uning ajri boshqa. Bu ro'zaning qazosini boshqa vaqt tutding, buning ajri boshqa deyishi mumkin. Chunki Ramazon ulug' oyki, Qur'on bu oyda tushgan deyishi mumkin. Bularga javoban deymizki, Ramazon nima uchun sharafli oy? Qur'on tushganlik uchun. Shu Ramazon sharafli bo'lgan Qur'onning o'zi, Ramazonda ro'za tutishni farz qilgan shu Qur'onning o'zi musofir bo'lib qolsa, yoki og'rib qolsa, boshqa kunda tutsin dedi. Demak, masala bizzat kunning masalasi emas, bizzat oyning muqaddaslik masalasi emas, ta'limot, buyruq masalasi. Buyruq boshqa kunda tutsin degan bo'g'ach qilam bu Ramazondagi bütün sharaflar. Shu odam ro'za tutsa bo'ladigan bütün ajrli sharaflar boshqa kunga qanday qilinadi? Yo'tkiladi. Shuningga almishidi. Ya'ni xotirjam boshqa kun tutaversa, Ramazonni tutqanga o'xshash ajrni oladi. Chunki shu Ramazon sharaflangan, Ramazon ulug' bo'lgan shu Qur'on uni shuni qilishga qanday qildi buyurdi. Bunday shaklda javob beramiz deb o'tdi rahimahulloh. Amaliyotda kunning bizzat alohidligi yo'q. Kunning bizzat alohidligi bo'lgan bo'lsa, muqaddasligi bo'lgan bo'lsa, Ramazon oyi yo'tkalmay bir vaqt turgan bo'ladi. Ramazon oyini bilamiz ya, biz yilda 11 kun oldiga surilib, yo'tkilib turadi. 33 yil taxminan shu atrofda bir 60 yil butun yilda. Demak, har kuni Ramazon bo'la oladi. Shunga yerdagi ma'lum muayyan kunning muqaddasligi yo'q. Ramazonning muqaddas bo'lishi Qur'on Ramazon ro'zasini farz qilganlik uchun. Shu Ramazonning muqaddas bo'lishiga sabab bo'lgan Qur'onning o'zi boshqa kunda tutdimi? Shu kun tutgan kunning o'zi u odamga nisbatan shu kunlik ro'zaga muqaddas bo'laveradi. Bu shaklda javob beryapti. Endi oyatni davomlashtiraylik, oyatning tafsirini. Oyatda وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Bayat men tarjima qilgan vaqtda biroz eskartma berib o'tgandim. Sal turib so'zlayimizda. Ya'ni ro'za tuta oladigan kishilar ro'za tutmay boshqalarga pidi berish orqali ro'za tutmay pidi bersimi bir miskinga bo'ladi degan oyat. Bu yerga kelgan vaqtda pidi degan shu bir miskinga tushliq yemaklik
So'rashi mumkin, bu qanday gap endi? Ro'zni farz qildi. Ro'z tutoladigan odam ro'zni tutmay, uning badaliga boshqa bir miskinga shu miskinning tomog'iga yetarli bir narsa berish orqali buni almashuv bo'ldigan bo'ldi deb savol so'ralishi mumkin oyatdan. Biz deymizki, oyati karimaga qaragan vaqtida islomning boshqa ahkomlariga o'xshash ro'zining farzligimi tadrijiy shaklda o'tirib qo'yilgan. Masalan, meros masalasimi avval vasiyat shaklda bir holatga kelgan, vasiyat farz qilingan. Ondan keyin muqim meros oyatlari orqali u yerga o'tkelgan. Undan boshqa haroqning harom qilinish masalasimi 3 yoki 4 bosqichga bo'linib harom qilinadi. Jazoni masalalarimi 3 yoki 4 bosqichga bo'linib ondan keyin cheklangan. Bunga o'xshash ro'za masalasimi ashna shaklda farz bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo ummat Muhammadiyani ro'za tutmaydigan holatdan ixtiyoriy ro'za tutgan holatga o'tkazdi. Da'vat o'tibdir yani. Yani ro'za farz tutsimi bo'ladi. Tutmay buni o'rniga bir narsa, miskinlarga yemaklik berish badaliga ro'za tutmasimichu bo'ladi. Yani texmi xulosalasak, ro'za dastlabda ixtiyoriy shaklda, tanlama shaklda farz qilindi. Keyin musulmonlar odatlanib ro'zaga ko'ngandan keyin oyatning oxiridagi "Faman shahida minkumu shahra falyasum" degan oyat bilan ro'za masalasi bekidi. Ya'ni qanday odam mushu oyda bo'ladi ekan, Ramazon oyida bo'ladi ekan, keskin ro'za tutsin deyish orqali dastlabda yo'l qo'yilgan ixtiyorlik amaldan qoldirildi. Demek endi bir qitim takror shaklda xulosalasak, ro'za dastlabda ixtiyoriy shaklda farz qilingan. Shu alallazina yutiqunahu fidyat ta'am miskin degan oyatda bu ifodalanadi. Keyin ro'za muayyan shaklda qana qilingan, farz qilinib, keskin uning boshqa fidya yoki boshqa to'liqlama tanlashlari amaldan qoldirilib, "Faman shahida minkumush shahra falyasumhu" degan bilan qana qilingan masala tugagan. Endi Ramazon ro'zasi biz bayatında aytganda shu bir ay ichiga muayyanlashirlik kun emas, ay shaklda ba'zi 29 bo'ladi, ba'zi 30, ba'zi 31 bo'lishi mumkin hisobda. Bir ay qanchalik bo'lsa ko'p hollarda 30 yoki 29 shu shaklda bo'ladi. Oyatda "Shahru Ramazonallazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas va bayinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumush shahra falyasumhu" mush shaklda bayon qilindi. Bir ay ve yana bayatning gapning oxirisi pidi masalasi tugidi. Mesela kesin şekilde ameldan qoldi u. Çünkü musulmonlar odatlandı onun, tugidi onun işi. Yani hamda bugun kunda kesin hech kim pidi yo'q olmaydi. İlla ki Şeyh Qira buay adamning yaşı aldığı mağdigan bo'lg'achqa bu yil Ramazonda qiyrinlik yetib ro'ztanmagan odamning kelayni tutish ehtimoli texim yo'q. Bunda şekildeki insanlar. Ondan keyin manda uzun muddatlik sozma xarakterlik kasallar var. Yani 1 yil, 2 yil, 3 yilda saqlanmaydigan. Bular ro'zsa kesilib texmi og'ritib ketish ehtimoli bo'lib qolgan vaqt manda kasallar bo'lib qolsa, bu doktorlar ma kasal saqaymaydi. Bu kasalga ro'zsa bu kasal eshib ketdi, zarar bo'ladi degan shaklda aniq diagnoz qo'ygan kasal bo'lib qolsa, bu xil ikki xil ahvol ostida ro'za tutmaydi. Qazosini qilmaydi masalan. Ama onun nimbrodi o'rniga miskinlarga, kambag'allarga pedi beradi. Anlakin şu ayetimiz bayatın oku ayette ahirista "Femen tetavva khayran fehuve hayrun lehu." Biz şu vaqtda kimki teximiz ziyoda qilishdi. Bu yerda dastlab ixtiyoriy shaklda yo'l qo'yilgan oyat o'qachqa. Dastlab ixtiyoriy shaklda yo'l qo'yilgan oyat o'qachqa ro'zasini bo'ladigan yoki uning o'rniga kambag'alga shuning badalida bir narsa berib ro'zasini bo'ladigan ahvol o'qachqa. Bir odam ham ro'za tutib, tatavva degani normaldan oshib qilsa degan gap. Ham ro'za tutib, ham kambag'allarga bir narsa bersa, bu yaxshi. Masalan, buna shaklda tushunsakmi bo'ladi masalan. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala maqsad ijtihad tirishish babını, yaxshilik babını qana qildi, echivatdi.
Bir miskinga taam bersimi buludu. Teximi aşırıp, ikkinchi miskinga taam berse texi yaxshi. 10 miskinga taam berse texi yaxshi. Hesapsız yaxshilik qilsa, yani bu adam rozunu tuttu. Miskinlarga hesapsız şekilde bir narsalarni berdi. Allah bunun ecrini hesapsız şekilde berdi. Bular oxirisida va antasumu khayrun lakum. Ama mushta roz tutish va padi birish ixtiyorlik vaqtda sizning roz tutishingni afzal. Chunki bu rozning farz qilinishininki qadam bosqichligi muhim hol. Chunki dedikki biz boya ixtiyorlik, masala insonlar kunib bo'lguncha, roziga odatlanib bo'lguncha, buningga eng uygun keldigini shu roz tutish. Shu roz tutish eng yaxshi. Ahirda Allah subhanahu wa ta'alanınki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ deganimi bizde vatqan meselelerini ta'kidlaydi. Aldı bilan rozu farz dedi. Ondan keyin pedivasimi bulud dedi. Ondan keyin roz tutquningni eng yaxshi dedi. Eng oxirgi bosqichda keskin hamma odam qana qiladi, roz tutadi. İxtiyorlik masalasi tugidi, tanlash masalasi tugidi. Bundan keyin tanlashingli yo'q. Ramazonga keldingmi? Ramazonda saqmisizlar? Normal bir kesel emas, musafir emas, saqmi, keskin rozusizlar. Degan bilan masalani tugatdi Allah subhanahu va taala. Demak, roza inson tarbiyalashninki muhim prinsipal bir yo'li. İnson tarbiyalashning prinsipal yo'li. Bu roza Payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambar avatilishdan ilgirmi ba, hamda Rasululloh kelgan vaqtida musulmonlarga dastlabda ixtiyoriy shaklda yo'l qo'yildi. Ondan keyin keskin kesim farz oldi. İslamның dastlabki davrida sanoqliq necha kun farz qilingan bo'lsa, keyin bizga butun Ramazon oyi bilan farz qilingan. Bu shaklda tadrijiy holatda bu islom dunyosida, musulmonlar orasida umumlashgan. Shunga Abdurrahimahulloh ro'zining dastlabda sanoqliq kunlar bilan boshlanganligiga qarta Abdurninki ma kitobda hozir davatqini, Abdurninki qanoat topqini dastlabda bunda bir oylik butun ro'za emas. Dastlabki oyatga qaragan vaqtimi necha kun? Masalan, har oydan 3 kun. Masalan, 10-chi, 20-chi kun, 30-chi kun degandek dastlabda. Ma shaklda ro'za tutgan, undan keyin shu ixtiyoriy shaklda farz bo'lgan ro'za tutsin bo'ladigan, nimbasin bo'ladigan, pediyasin bo'ladigan, eng oxirida ro'za bir butun oy shaklda, qaranglar, bir butun oy, ya'ni bir oy to'liq ro'za tutsa ve pedivermeyse, tuluq üzerine tutsa rozunu, illa ki sen kesel olup kalsan, ya ki musafir olup kalsan, o başka. Diyen şekilde mesele ahırlaştı. Oğanda bir yerde iki kadem baskıcı varken de, birisi rozunu deslepte sanaklık küllerde roz tutuş şekilde, bütün bir ayamaz, farz kılıngan ve nimi şekilde ixtiyoriy shaklda yana tusumu bo'ladigan, pediyasi bo'ladigan. Bu birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich muayyan bir vaqtni belgilab, Ramazon oyi deb belgilab pediy bermaysa, sen musofirlan bo'lmasang, kasal bo'lmasang, ro'zni keskin tutsa degan shaklda ikki bosqich bilan ro'z masalasi tamom bo'ldi. Hem de müşahede Abdur'un bir alahide bir eskertmesi var. Ölümalarının içinde musafir adam roz tutuyorsun buludu. Kesel adam kötülerse roz tutuyorsun buludu diyen fikirler boğazga Abdur bununla reddiye süpsüde maçta diyen ölüma kırındaşlarına ben deymen ki deydi Abdur hem de. Ben deymen ki Allah subhanahu wa ta'ala bizge ehkamlarını yol koygan vaxtta aşından kışıdılan bille ruhsatını mı tan yol koydu. Ruhsatının özümü bir ruhsat şekilde emas, yolu qo'yilgan teşri' şekilde oturup keldi. Çokum ki bu yerde bizning mustavorimizdan, bizning saviyarimizdan, idrokatimizdan yuqori bir hikmet var. Allah bu hikmetni bilguchi, u yuzidan kesel oldingmi ro'za tutma, safar qildingmi ro'za tutma dedi. Mushu nokta bizni shu qarorga eslashga sebep bo'lgan nokta şu, yani bir adam kesel olup kalsa, yani doktorlar kesel de resmi baha diagnoz koyduğun derecede seferge çıkıp kaldı mı, o adam kesin roz tutmaydı, başka gün tutudu. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ruhsat ehkam edip, bunu alahide kandan kovadıdı, tekitlevadıdı. Çünkü ölümala bu diyen ruhsat, kılsın buldu, kımsın buldu diyenge karta, ayetteki فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ فَعِدَّةٌ
min ayyamin ukhar. Normal ta'vil qilmaygan ahvol asa. Ama ulamolarningki tutsin bo'ladi, tutmasin bo'ladi degan fikrga qarata ta'vil qilish to'g'ri keladi. Masalan, oyatning o'ziga qarab baqsaq, tuzlam tarjima qilsak, men va men kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar degan tuz tarjima qilsak, abtur degandek mazmun chiqadi. Kasal oldingmi, safarda oldingmi, boshqa kunda tut degan bo'ladi. Buyruqmi shu? Endi ruxsat, tutsinmi bo'ladi, tutmasin bo'ladi degan ulamolar kim kasal og'riq qolsa, yoki safar ulab qilib ro'za tutmay qolgan bo'lsa, boshqa kun tutsa bo'ladi deb tutmay qolgan bo'lsa, fa'aftara degan bir so'zni o'tirg'a yushurda ishlagan. Ma'no jihatda ma'noning taqozosi deydi. Lekin abtur hukm shaklda yo'q. Kasal oldingmi, safarda oldingmi, ro'za tutmay boshqa kun tutsa, oyda emas, shu vaqtning o'zida emas, boshqa kunda buni buyruq shaklda oladi. Bu boshqa ulamolarningki ruxsat tutsin bo'ldi, tutmasin bo'ladi degan ko'z qarashga qaragan vaqtda nasningki, oyatningki ehtimolligiga intayin yaqin. O yüzden abdur buni qana qiladi ta'kidlaydi. Endi bir-birlab kelaylik biz. Shahrur Ramazon allazidiki shahr. Biz tarjima qilgan vaqtda boya shahrni shu oyda bilan tarjima qilaverdik. Aslida shahrning lug'at ma'nosi bildirish, uqtirish, oydinlashtirish degan ma'noda. Shunlashqa arab davlatlarida savdo sotib bo'lib, buni jamoat guvohligini o'tkazadigan o'rinning ismi Shahrul Aqari deb qo'yildi. Ya'ni savdo sotibni guvohlikdan o'tkazish, hammadamga bildirish degan ma'noda, ya'ni ya'ni kunlarning o'tishi orqali, oyning hilal shaklda boshlanib, cho'ngib bitilinib, to'lin oy holatiga kelib, undan keyin kemib yo'qolib ketgan bir mezgili, bir vaqt muddati bizga oydinlashganlik uchun bu yusidan buning shahri deb ism qo'ygan. Bu qarindoshlarimizga nisbatan favqulodda muhim narsa emas, faqat shahrning ma'nosi yusidan davatimiz. Undan keyin Ramazon alladiki Ramazon degan bir oyning ismi arabchadagi. Biz bu uyg'urcha Ramazon oyi deymiz masalan Hijriya oyida. Asli lug'at ma'nosi qiziqlik degan ma'noda, issiqlik degan ma'noda. Hamda Arablar mushu Ramazon degan ismni mushu oyga qo'ygan vaqt balki shu turayotgan mezgili issiq bo'lgan bo'lishi mumkin. Tabiiyki Ramazon oyi yilda ayilinish orqali suv vaqtimi keladi, issiqmi keladi, lekin qo'yilgan vaqti issiqda kelgan bo'lg'achqa mushu ism buni muayyanlashgan. Allohning tabiiyki buningda bir hikmati borki, Ramazon oylari suv vaqtimi keladi, issiqmi keladi, ammo buningda bir xil jafo, mashaqqat ma'nosi bor. Yani Ramazan ro'zasining mashaqqati eslatiladigan bir uqum bor. Xuddaligi bir odamning bir chiroyli qizi tug'ilibdi. Qizning go'zalligiga, chiroyligiga qarab bu odam qiziga go'zal deb ism qo'yapti. Keyin bu bola yugunab, ma'lum kasal yoki boshqa bir voqea tufaylidan go'zalligi buzilib ketibdi. Ya'ni satlashib qolibdi, kurimsizlashib qolibdi, lekin uning qarab ismini o'zgartirib olmaydi endi. Uni biz burun go'zal deb ism qo'yib ekanmiz, bugun endi go'zal olmay qoldi, ismini o'zgartirib deyolmay. Shunga o'xshagan bular oyga ism bekitgan vaqtda tunji qatim issiq bir mezgil ehtimolga intayin yaqin musha ehtimol Ramazon, ya'ni qiziq deb buning ism qo'ygan. Shu 12 Hijriya oylarining nomiga qarasa, Rabiul Avval, Rabiul Oxir masalan, Jumadul Ula, Jumadul Oxir deb Jumad degani to'nglash degan narsa, qish suv muzlaydigan vaqtda kelgan oy, uningga shu shaklda ism qo'ygan. Rabi atiyaz faslida kelgan havo salqin vaqtda. Mushu shaklda ism qo'yilganda, Ramazon shu ism qo'ygan vaqtda issiq bir oyning ahvol bo'lishi, issiq bir oy bo'lishi mumkin. Lekin oyga qarab bo'lgan bo'lg'achqa yilda almishdi bu buna kunlarcha. Aylar almishdi, suvoq vaqtim keladi, lekin biz dastlab qo'yilgan nuqtasini shunda deb tushunamiz bu. Lekin Ramazonga mush ismni qo'ylab Alloh mushu oyda Ramazonni ro'zini farz qilish, oyning ismi bilan bu oyda musulmonlarning tatadigan ba'zi jafo mashaqqatlar musulmon bir xil maslash demishadi. Bu Allohning hikmati. Endi qaytadan oyatga qaraylik. Oyatda biz Shahrur Ramazon allazi unzila fihil Qur'on. Unzila men tarjima qilgan vaqtda Qur'on tushirildi deb tarjima qildim. O'sha Qur'oni Karimda tushirish ma'nosini ifodalaydigan fiildan unzila, nazala, nuzzila ma şekilde, yani 3 xil babdan 3 xil fiil qo'llanildi.
Masalan, Sura Qadrda Qur'onni biz Laylatul Qadr kechasi tushadiq degan ma'noda inna anzalnahu fi Laylatul Qadr deb anzalna fil ishlatilgan. Sura Shu'arada nazala bihi ruhul amin. Jibril Qur'onni tushdi degan ma'noda nazala qo'llanildi. Tanazzalul malaikatu Sura Qadrning oxirisida bu yerda malaikalar tushdi degan shaklda qo'llanildi. Ammo buning tafsili tadqiqot ishlariga kirmaymiz, ammo sizlar qarindoshlarimiz demoqchi bo'lgan bir nuqta anzala unzila bu fe'l mababdan kelgan fe'l Allohga oid shaklda qo'llanildi ko'pincha vaqtlarda. Allohga oid shaklda qo'llanildi. Andikin nazala nuzila shaklidagi fe'l malaikalarga Jibrilga oid bo'lgan mazmunlarda nazala nuzila shaklda qo'llanildi. Bu nima uchun degan vaqtda Qur'onning tushishi ikki bosqichni besib o'taglik qarindoshlar. Birisi Lavhul Mahfuzdan dunyo osmonga tushirlik. Bu biroqlam tushish deymiz. Bu ne? Anzala inna anzalnahu nama unzila degan pillar bilan ishlatiladi. İfadaladi bu. Ondan keyin 23 yil jarayonida yuz bergan hodisalar Payg'ambar alayhisalom duch kelgan qiyinchiliklarga qarab turib, qanday qiliqliq yolg'iz shaklda, ya'ni masalalarga qarab, ahvollarga qarab ayrilgan shaklda, ya'ni parchalanib tushuglik 23 yil jarayonida. Bu xil shaklni nuzila yoki nazala nuzila degan shaklda ifodalangan. Buni bilib olsak bo'ladi. Shu munosabat bilan qarindoshlarimga ya'ni shuni qayta takrorlab xulosalab bergim keldi. Qur'on birinchi qatim dunyo osmonga biroqlam tushgan. Ondan keyin 23 yil jarayonida, shunga Ramazon oyida biz Qur'onni tushadik. Laylatul Qadr kechasida Qur'onni tushadik. Deganning o'zi dunyo osmonga shu kechasi, shu oyda Qur'on biroqlam tushirdik. Ondan keyin shu yuz bergan hodisalarga qarab turib, Rasulullohning ruhiy kayfiyatiga qarab turib, qaysi oyat mos kelsa, qaysi sura mos kelsa, shuni 23 yil jarayonida tushirilik. Shunga oyatlarda ma pilla qo'llanilgan vaqtda shuning mos shaklda ba'zi yerda anzalnahu qo'llanildi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr degandek, shahr ramazonallazi unzila fihi alquran degandek. Ba'zi yerda nazala qo'llanildi, nazzala qo'llanildi, masalan nazala bihi ruhul amin degandek, bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal degandek mana shaklda qo'llanildi. Bu hamda texmo bir misol orqali tushuntirilish to'g'ri qolsa, valillahil masalul a'la. Masalan, oilada bizning bir dori ishkavimiz var. Mesela bu doğru işkavada her xil doğrularga ayırıp qo'yaqliq, hammasini o'yga yig'ib qo'yaqliq hisobda. Chunki oilada kimning qanday shaklda og'rib qolishini tuyuqsiz doğruga o'qimaymiz endi. Ondan keyin o'yga yig'ib qo'ydik bir ishkapga. Birisinin besh og'rib qolsa, ishkapdagi bosh og'riq doğrusini olib unga beramiz. Birisinin tish og'rib qolsa, tish og'riq doğrusini olib beramiz. Shunga o'xshash bir masala deb tushensanglar bo'ladi. Hatto bu masala o'z vaqtida nurg'un munozara qo'zg'agan masala. O'z vaqtida mushriklar jilogan buningdachi. Müşrikler bir gapni ko'tarib kelsa bir oyat tushgan. Bir gapni ko'tarib kelsa bir oyat tushgan. Bu jilov qolgan bo'lar. Tushasi to'liq tushasi olmamdi. Masalan sura Furqonningki 32-oyatida va qalallazina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida. Qur'on biroqlam tushmamdi bularga deydi ma kuffarlar yani. Allah javoban nim deydi? Kazalika nusabbita bihi fuadak. Biz seni mustahkamlash. Seni dadil qadam bilan mang'uzish uchun, sening qalbingni taskin topqiz uchun maqta tushiramiz deyapti. Xuddalaqi birisini bir yerga vazifa uchun avatib, buni kerakli pul, yo boshqa ma'lumotlarning hammani bir etib, amisi o'qijam 2-3 yilgacha siz mushni qilib deb avatib qo'ysa, dastlabda rahat manga odam asta qiyinchiliklarga uchrab, hech uning yordam beradigan maslahat ko'rsatadigan odam bo'lmasa, asta bo'shab radisi bo'shab yinib qolgandek ahvol bo'ldi ya, ammo davom her minut nima lazım? Iqtisod lazım bo'lsa avatima. Nimaga duch kelding? Ani qanday hal qilamiz? Men hammani telefonda yoki aloqa bilan davom destaklab unga yordam berib tursa, u shash jo'shqin holatda mang'udi. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam'a mushu xil shaklda Rasulullah da'vatini boshladi, nurg'un qarshiliklar chiqdi, Rasulullahni kazzab dedi, Rasulullahni u dedi, Rasulullahni majnun dedi. Bir sog'lom odamlar kelib oldiga ishga g'iz yuragi takida gaqib qo'yish 2 kun odamning uyqusi kelmaydi. Bu nima qildim men deb. U Rasulullah u yo'lda tortgan aziyat ajoyib ko'p. Shunlashqa Rasulullahninki tortgan har aziyatiga mushriklar Rasulullahni
to'sib qo'ymoqchi bo'lib, dalil orqali yangmoqchi bo'lib, akilayotgan misol, dalil, faktlarga qarata har narsaga ehtiyoj bo'lib qolsa, shu vaqtda oyat tushib turgandan keyin Rasululloh keynida buni qo'llab turadigan Robbining elchisi Jibrilning har doim qishida borligini bir xil qo'rqmay, yuraki bir xil nim turdam deydi, bir xil rahat shaklda birasi ig'ir savol so'rab salamiki, ig'ir dalildan birini akabsa, ya unda tuyg'u bo'lma, chunki har doim Jibril qishdi va qanday bir ig'ir savol kelib qolsa javobini tayyor akagili bor. Qanday ig'ir masala kelib qolsa javobini tayyor akagili bor. Ma'qul shaklda rahat da'vatni davomlashtirgan. Alloh shunday bayon qilgan bu yerda. Shuningdek bizda kazalika linusabbita bihi fuadak degani bular o'qti qopdi bunga Qur'onni nima qilib butunlam tushirib etmay, bir hammani ko'rib ondan keyin qilsa endi buni bir narsani ko'tarib kelsa Qur'on bir narsani tushiradi. Mag'abni ko'tarib chiqsa Qur'on unga ma'no tushiradi. Buni jilob qiliblam degandan keyin Alloh biz seni qalbingni qana qilishni mustahkamlash uchun Qur'onni poch-poch tushirdi degan shaklda bularga raddiya bergan. Bu haqda wala ya'tunaka bimasalan surah Furqonda illa ji'naka bil haqq va ahsin tafsira mushum Qur'onning poch-poch shaklda kelganligini ifodalaydigan bir oyat ya'ni. Uni Rasululloh nimani ko'tarib kelsa, darhol Qur'on uni qana qiladi, bayon qiladi. Bu bir masala. Undan boshqa musulmonlar o'z ichida ahkomlarni tatbiqlash ishlaridimi, biroqlam tushsa, qo'limizga shunda olamiz, oldikayni ko'z yugurtimiz, ba'zisini topolmaymiz yerda. Chunki unutilib qoladi insonchilikda, ammo bir voqea yuz berdi, hodisa bir yuz berdi. Buning hukmi nimadu deb tursak, Rasulullohning ba'zi bilmay turib qoladi hamda. Chunki vahiy orqali qo'yg'achqa vahiy tushmasa to'xtab qoladi. Saqlaydi, osmonda vahiy tushidi, masala hal bo'lib ketadigan gap. Bu musulmonlarningki Qur'onni o'zlashtirishi, tatbiqlashiga ajoyib nimasi va foydasi bor. Bu yüzden Qur'on shu ikki bosqichga, osmon zaminga bir butun, andan osmonga, dunyo osmonga, dunyo osmondan zaminga 23 yil joyda poch-poch tushganining sababi bu yana. Ya'ni biz bu yerga nerdan keldik? Va shahru Ramazon allazi unzila degandagi unzila degan pildan mushu mazmuni chiqardik. Ya'ni biroqlam dunyo osmonga tushirgan Allohga oid bo'lgan tushirish ma'nosidagi pillar anzala unzila shaklda kelsa, dunyo osmondan payg'ambar alayhisolamga Jibroilning atgagini nazala yoki nuzila shaklda ifodalanadi dedik. Hudan linnas. Hudan biz davomli hidoyat deb tarjima qilamiz. Asli to'g'ri yo'l degan ma'noda. Biz bir nishonga yetmoqchi bo'lsak, buning to'g'ri yo'li qaysi? To'g'ri, bir necha yo'l bor. Ammo eng to'g'ri yo'l qaysi? Eng qisqa zamonda jafo tortmasdan bog'lanadigan yo'l bu to'g'ri yo'l bo'ldi. Yani Qur'onda inson o'zining maqsadiga eng qisqa, eng tez jafo tortmasdan udul bevosita boradigan yo'li atanadi. Unzila fihil Qur'on hudan linnas, kishilarga hidoyat qilib, biz hidoyat deb buning ma'nosi tomtuvoq shaklda bizga singmaydi. Chunki buna uchun hidoyat degan insonni asli nishonga tez shaklda yetkazadigan narsa bu hidoyat. Buning hidoyatning bu shakldagi ma'nosini tushunish uchun avval inson o'zining dunyoda yashayotgan hayotining xarakterini bilish kerak. Mahiyat o'tkinchi hayotligini bilish kerak. Bu dunyo insonning mangulik dunyo emas ekanligini, faqat kelib shu asli nishon bo'lgan jannatga ketish yo'ldagi bir o'tgan yo'l ekanligini tushunsa, bu yo'lda ashyaga eng tez bog'lanadigan yo'lni izlaydi inson. Shu vaqtda Qur'oni Karimdagi hidoyatlar buning unumini qanday qilib ko'rsatdi. Boshqa yo'llarga eg'ib ketib, baldur baramasligini qo'ydi. Hattisi o'yga mangdiq. O'yga mangib, o'zimiz biladigan eng qisqa, eng sog'lom yo'lda mangmay, ma yo'ldan mangib baqaya deb mangsak, u yerdagi qatnash qisqanchilikka, masalan, yo'lni to'sab qilishlardan o'yga 1 soat, 2 soat kechikdik deymiz. Ikkinchida bu yo'ldan mangmayman. O'zim biladigan yo'ldan mangayya, yo'lchiq insonning hayotida. O yo'lmi bor, bu yo'lmi bor, a yo'lmi, hatto bizni o'yga olmaydigan nurg'un yo'l bor. Apradığandaki kurensimi aksida boshqa yerga. Ammo bizning maqsadimiz o'yga qaytish bo'lib qolsa, o'zimiz biladigan, to'g'ri deb qaraydigan, dag'dam qistonchilik yo'q, bir yo'lni tanlashimiz kerak. Aynı şekilde dunyodagi insonning hayoti shu. Agar biz jannatni ko'zlasak, yo'llardan ilg'ab jannatga eng tez apradigan yo'lni tanlashimiz kerak. Jannatni ko'zlagan vaqtda inson xalaq yo'lda bo'lsa bo'ladi. Chunki uning maqsadi jannatga kirish emas. U vaqtda o'zining boradigan nishoniga ko'ra yo'l tanlasa bo'ladi. Qur'on dal
cennetni ko'zlaganlarninki, boshqa yo'llarga kirib ketishdan saqlanaman deyotgan muttaqillarninki hudasi, ya'ni to'g'ri yo'li. Anda olganlik uchun bu yo'lni eng yaxshi biladigani yo'lning egisi, insonning egisi bo'lgan Alloh. İnsan üzgü yol taptı mı? Bayatın degende. Üzü hala bir yolda mangdı mı? Çokum bir yerden bu meseleler oturuğa çıktı. Bu dünyadaki Allah subhanahu wa ta'ala körsetken yollar insanlar üzü tüzüğen yolunun farkı şu. Allah subhanahu wa ta'ala yolunun beşini biliyordu, ahirasını biliyordu, yolda kanat bağlakını biliyordu, tosalgılarını biliyordu. İnsanın bu tosalgılarının cahide atlap üçüş için. Sağlam yol meniş üçün hemme yarışa bir yol körsetmesi tüzüdü bizge. Bu Allah'ın tüzgünü. Ama insanlar çoğu köz aldığını biliyordu. 1 kilometre neresinde kandak yol var. Uyada kanat tosalgı var. Tosalgı'nın kandak atlayıp bunu okumaydı. Üzü çağlap yol tüzüdü. Üzü çağlap kanun tüzüdü. 1-2 yıldan keyin taqaşqa vaqtida özgertidi. Mesela dünya qırsak dünyanın ahvali şu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın hiç ihtiyacı yok bizge. Bizge ahkamlarını tüzüp, kanunlarını yoluna koyup, anı kılmanı kılma demesliktin. Fakat ve fakat bizning menfaatimiz asas kılır. Allah hiç menfaatlenmeydi bu ahkamlardan. Biz şunun için içimiz gerek ki Allah'a hiç faydası olmagandıkın çokum bunun da bizning faydamızdan başka ikkilemci bir maksat yok. Ama insanlar şu. İnsanlar kanun tüzse çokum tüzgücü bolgan şahsının menfaati asası olur onun da. Baylarının mallarını elip mesela mal dünya toplamak çok Allah. Hem öyle bilimiz sosyalistik yolun birini peyda kılıp bunun aslan kanun tüzüp baylarını sümürdü mesela. Başkalarının kan terini sümürdü Allah kapitalistik de bir yollarını tüzüp onun olmaz şekilde kanunlarını tüzüp başkalarının kan terini sümürdü mesela. Tabii ki sosyalistik adem tüzgen kanun, yakışıklı kişiler tüzgen kanun çokum üzgümaz. Kapitalistler tüzgen kanun üzgümaz. Demek ki insanға koyutilse mesela her sınıf özünün menfaatini çıkışıp turup kanun tüzüdü. Biz bu kanunla mağanmayız. Çünkü dünyada hemilenin yaşamımız var. Ma dünyada hemilenin mağamız var. Bu dünya her kim kanun tüzü varsa yeni birilerinin köz yaşığa bakmazdan yaşadığın dünya emas. Bu dünyada tüzülgen kanundan hiç özü menfaat almaydıgan, özüge hiç menfaat olmaydıgan bir zat kanun tüzüşecek. O olsun mu Allah'tan başkası emas. Şuңaşqa Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Başka yollar hoşunda çetlegenden ki yıllan biz doğru yoldan çetle ketip kalımız. Doğru yoldan çıkıp ketip kalımız. Nişanға ya keçikimiz kendimizge qaytып kelish doğru kıldı. Bir moğuç hata yolma yapılıp ya ki mengü itenmeyimiz doğru yolga. Çünkü kettok biz başka yolga. Şuna Allah dikkat kılış gerek. Şuңaşqa bu yollarning hemini taşlaş gerek. Çünkü bu mu öz hahişga asasen tüzülgen yol, bu mu öz hahişga asasen tüzülgen yol. Biz fakat hahişga geçmeydigan, menfaatini közlemeydigan bir zatning yoluga meniş gerek ki bu olsun mu bayatın ayeti ki huden linnas ve beyinatin minel huda vel furqan. Doğru yolun bizge bayan kılınışı, hak, nahak oturdaki meselelerin bizge aydınlışı bu Kur'an-ı Kerim'de bak. Kur'an del hak nahakla ayırış için bizge doğru yolunu közsüz için kanakagan kegen. Hem de ayetin ahirine keleyli devam kılıvatımız hemen şehide minkumuş şehre felyesumhu hem de kel dokmaya ege. Yukarıda roza ihtiyarlık şekilde rozusunu bulduğun, fediyasını bulduğun şekilde bayan kılındı o. Hem de kesip kandak adam şu Ramazan ayına hazır bolsa Ramazan ayında sağ salamet mi bir adam seferde emas mı? Kesin rozusudur. Lekin ومن كان مريضا أو على سفر rozda demek musafir yoki og'riq bo'lib qolganlar boshqa kunni tutadi. Biz bayatın bu haqda hali yetarlik qana qildik, so'zladik buni. Nergizmi başka u yoki bu banalni ko'rsatib Allah bizga yo'l qo'ygan ruxsat doirasini taraltib o'tishga bo'lmaydi. Roz tut dedi. Tutimiz. Og'rib qolsang
Safar qilsang, boshqa vaqtda tut dedi, boshqa vaqtda tutamiz. Bu nuqtani oyatning oxiriga kelgan vaqtda o'ylash kerakki, yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh oson qilguvchiki, qiyinlashtiruvchi emas. Alloh osonlikni istaydi-ki, qiyinlikni istamaydi. İnsanlarning Allohni qiyinlashtiruvchi qilish haddi emas, ya'ni. Alloh boshqa kunni tut desa, ro'zsa bo'ladi, ro'z kerak masalan. Tutası tutsa buludu degandek bir gaplardan Allah bizga aniq sizib bergan ruxsatni amaldan qoldirib, Allohni qiyinlashtiruvchi chiqib qo'yish haddimiz yo'q. Eslanda bo'lsin, bizning bu dinda ibodatni Alloh ko'rsatgan bo'yicha, ruxsatni Alloh ko'rsatgan bo'yicha. Tanlash o'zimiz. Ya bandlar bilan birga mangamiz, ya Alloh bilan birga mangamiz. Ma'bud ibodat qilib birga mangamiz, ma'bud bilan. Allah bizga ko'rsatgan bo'yicha dedi, ko'rsatgan bo'yicha qilamiz. Qilmadi dedi, qana qilmaymiz, qilmaymiz. Masalan, endi bir odam Ramazonda buna bir ahvollar bor. Og'riq yoki safar bo'lib qilib iftar qildi, ya'ni ro'za tutmadi. Buning deydigan tavsiya gapimizning birisi boshqalarni fitna qilmaslik uchun. Chunki hamma odam sizning og'riq ekanligini uqmaydi. Masalan, oshqozon kasallari bor. Sirtda qarmoqqa intayin sapsaq. Normal ishlaydi, yuriydi, o'tiradi. Faqat tomoq yemislam bo'lmaydigan kasallar bor. Ro'za tutmadi. Masalan, atrofdagilar buni uqmaydi. Hamma odam tushunib bo'lmaydi. Bir odam safar qildi. Atrofdagilar uni musobaqaga uqmaydi. Bular bugungi kunlarda insonlar olib ketdi emasmi? Ko'payib ketdi. Bu odam tomoq yesa atrofidagilar bundan aks ta'sir oladi. Ya'ni, ya bu odam yomon ko'z bilan qaraydi, ha bu rostmaydigan ekan deb masalan. Yoki boshqa shaklda bir salbiy ta'sirlar olib qolsa, yushish kerak uni. Chunki hamma odam uningki og'riq ekanligini, uning safar ekanligini uqmaydi. Bu mavzu musulmon top ro'zmabdi. Mana shu nuqtaga diqqat qilish kerak. Qolgan jihatda uzang Allohning buyruqini ijro qilish uchun kasal olding, boshqa kun tut. Musafir boshqa kun tut. Lekin bayatindagidek yomon oqibatlarning kelib chiqishini oldini olish uchun yushasang bo'ladi. Haq boyda tomoq yemay yolg'iz yadi masalan. O qandoq turadi yoki boshqa riyo yoki u buningga yotmaydi u. Oyatning oxiriga kelsak, walitukmilul iddah. Ya'ni sallan kun sonlarini qana qilinglar, to'liqlanglar degan ma'noda. To'liqlashinglar uchun degani, Ramazon oyida 10 kun ro'za tutamiz, safar yoki boshqa munosabatlar bilan Ramazondan boshqa kunda qana qilamiz, to'liqlaymiz. Bizga farz bo'lgan bir oylik ro'za qana bo'lish uchun, to'liq bo'lish uchun. Undan keyin oyat keldi, "Vali tukabbirulloha ala ma hadakum va la'allakum tashkurun." Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Allah ilgirki oyatlarda ro'za tutinglar dedi. Tabiiyki ro'za tutgan mushaqqatli ish. Hozirgi oyatga kelib, "Vali tukabbirulloha" dedi. Allohni buyuklanglar, Allohga tashakkur bildiringlar deb aytadi. Bizni Alloh jafoga sap bo'lgandan keyin, ya'ni biz Alloh subhanahu va taologa qana qilamiz, takbir aytib, Allohni buyuklab, azametlab tashakkur bildiramiz. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Allah subhanahu va taolo bandisi Allah iroda qilgan bir hukmga bo'ysungan vaqtida. Masalan, ro'zaga buyurdi, banda bo'ysunib ro'za tutdi. Ro'za degan tabiiy mashaqqat bor. Va shu vaqtning o'zida Allah subhanahu va taoloninki mush ahkamlarni o'zi bilib tushaganligini, o'zining ro'za tutgan vaqt tatgan jafosini Allohning biladiganligini bilib turgan vaqtida banda o'zining qalbida bir xil his tuyg'uni his qiladi. Chunki biz oyatning 5-ida dedik. Alloh bandaning iymon etgan sifatini tutib turib dedi. Banda Allohga iymon etdi. Allohni o'zining Robbi deb qaraydi. O'ziga kuyinadiganligini biladi. Bu ro'zning Allohga hech qanday foydasi yo'qligini biladi. Tabiiyki, bu mashaqqatlik bo'lsa-mu bir ishga buyurdi, banda ishni qila oladi,
bende bir yerde acayip bir nimetin birini kütüdü. Acayip bir xil his tuygu bendini xursan qılıdı. Allah subhanahu wa ta'ala müşahede bizge bir hoş bişaret bergendek. Hoş bişaret bergendek. Bunun birildiğin ecrinin katılıqı, bendegi kılıdığın payızın köplükünü şu nimetki qarta bendini emdi şükret. Ve tukabbirullah degan şekilde şükür etişin gerek. Şükür etişin gerek sen bunu. Çünkü bende bu arqılıq içidin bir xil xursellik his qılıdı. Xursellik his qılıdı. Benden o yerdeki Allahu Ekber degeni, ve tukabbirullah degeni, Allahu Ekber degen gap şu bu. Allah'ını büyükler degen gap. Bu degeni neme o dese, bende şundaq bir his qılıdı ki, bir degeni mu sen, bämey degeni mu sen, meni ýerde degeni mu sen, yeme degeni mu sen, kündülük hayatımның asası olgan uzuq tülükümni tuluqlaydigini mu sen, yigizmeydigini mu sen, deydigan bir xil tuygu oturuğa çıkıdı. Muşu tuygu insanga tabi ilam Allahu Ekber digizdigan bir nima tuygu. Sen vaqtliq bir narsalarning ne'matidan mahrum qalding, yemmiding masalan. İçemmiding, qilg'un ishni qilanmiding, ammo seni pat arada buningdan cho'ng ne'matlar qanaqdir saqlab turdi. Buni inson tuyudi shu vaqtida. Bununla ishonch qiladi, shuning bilan Alloh subhanahu va taologa shukr qilish yuzidan Allahu Ekber deyish kerak inson. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni Ramazon oyiga ulaştırsın. Ramazan'daki huzur halalardan bahriman bo'lg'ina huzurlanishni nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.